umuman yurmaydigan bola. Tем более ayoliga qo'l ko'tarib, xullas oilasi uchun hamma yo'q qiladigan bola. Uyga kelsa, o'zi paloncha vaqt o'tdi. Xotini ajrashaylik deyapti. Nimaga desa, ko'nglim qoldi, sizdan sovdim deyapti. Nima yomonlik qildim desa, menga qandaydir e'tiboringiz yetmayapti deyapti. Ishlayapman, iloji yo'q-ku. Mendan masalasi nima qilaydi? Bu joyga olib bor, shokoladkada olib ber, gullar ber. Sana bo'ldi deb qildi, boshqa qildi. Keyin yana bir paloncha vaqt o'tgandan keyin Shoir aka foydasi bo'lmayapti, baribir ajrashaman deyapti. Nima sabab desam, bilmayman deyapti. Instagramda o'tiradimi desam, o'tiradi deyapti. Instagramda. Bo'ldi bo'lmasa masala hal dedim. O'zbeklar gapiryapman do'stim. Mana shunaqa sharoitlarda hammani ishoninglar, men zubdayu, men 100%, men million% javob beraman. Mana shu yerda bitta ham qiz bo'lsa, orzu qilyapman deb turgan qiz bor-ku, o'sha prям реально pizdец orzu qilyap turganga men hozir uylanib, Amerikaga olib kelib, mana shu sharoitlarda qilib berayda, 3 oy, 4 oydan keyin umuman bu joyda hech narsani qadriga yetmay qo'yadi. Ko'proq. Menga u yetmayapti, menga bu yetmayapti. Men unaqa, siz bunaqa. Men ko'tma agar javob beraman. Hamma yo'g'ini qilib qo'ysaman. Hozirgilar shunaqa. Nahxuy это мне надо. Nahxuy. Не благодарны, конечно, брат, конечно, 1000000%.